bo'lsa ozgina aytgan summalarni xayrini qilib beraman. Ob shu summadan. Gap yo'q. Soni 15 ta hammasini bir joyga olsin. O'zlar kutilmagan narxda bo'ldi bu safargi. 3 million 400 ming so'mdan oshna. 3 million 400 dan. 3 million 400. Xudo xolasa tarbiyasini qilinglar akalar. Boqqan odamni chiroyli qilib, baraka qilib keltiradigan variantda qilib, yo'lida qilib berilaveradi akalar. Tilinglar. Xudo xolasa badani ham miq holatda ekan, jo'ra. Badani ham pachka oshna. Buni yoshlari qanaqa o'zi? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'yg'ich qorish qozlar. Ozodbek uz kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar, arzonchilar yig'ilgan qishloq Saroq qishlog'ida Xudo xolasa qo'chqor sovg'alarni, zo'rlarini olib kelib, bugun ham qo'chqorlarning legendalarini xalqimizga arzon qilib beraman dedilar. Furqatjon arzonchi. Birinchi qo'l do'stimizni oldiga keldik. Qalaysiz? Siz bir qaytaringlar. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa videoda o'tkazolmay ko'rasizlar. Bugun narxlar realni arzon bo'ladi. Endi har doim gapirilib gap bo'lib qolib ketavermaydi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bu safar arzon qilib beramiz. Qo'ylarni ko'rsating. Demak, qadrli obunachilarimiz, tayyor variantlari bor. yemga tayyor. Olib borib shunday boshlashaveradi ekan, ha? Yemni yeb turibdi oshna. Gap yo'q. Yemni o'zi yem yeyishni boshlagan bo'lsa, akalar olib borib davom ettirsangiz bo'ldi. Xudo xolasa yemni qanaqa yem berayin ekan deb o'ylamaysizlar. Xudo xolasa bugunga necha partiya atrofida qo'ylar bor ekan? 4 partiya manalar narxi arzon qo'yib beraman. Joningiz omon bo'lsin. Bugunga 4 partiya. Birinchi partiyamiz soni nechta ekan? Birinchi partiyaga soni oshna 15 ta, bir qaytarini. Soni 15 ta. Xudo xolasa ko'rishsin. Ozgina yig'inib turgan aka-ukalar bo'lsa, narxi vaqti qulay. Gap yo'q. Qarashani bor ichida hammasi bitta sort, bir qo'ra. Xudo xolasa Qirg'iziston, Jaloloboddan tushib kelgan qo'chqorlar. Qirg'iziston, Jalolobodda akalar Xudo xolasa qo'ylar ekan. Bular yosh o'g'illarni qanaqaga beramiz? Oshna 7-8 oylik olishaveradi. 7-8 oylik atrofida. Ammo mana ularda ham haqiqatda qadrli obunachilarimiz oyoq qo'llari uzun variantlar ekan. Mana ularni qarang akalar. Xudo xolasa olgan odamni xudo barakasini qilib beramiz. Ularda ham forti bo'lar bo'lmas emas. Xudo xolasa ko'rishadi, bir qator Xudo xolasa baraka qilsa, uyda bo'lmasa lokatsiyalarimiz bor, kelishaveradi o'shna. Lekin qo'zlarni mana ko'ring. Sortini, sifatini belgilaydigan hamma narsa bor. Bir qarich osh quloq Xudo xolasa junam yo'q ekan bular. Juni yo'q. Sim junamasi 80 atrofida kelyapti. Xudo xolasa olishaveradi. 75 dan 80 gacha ichida qo'y bor. 75 dan 80 narxi gacha. lekin arzon. Libo obunachilaringizga Xudo xolasa ko'rsatamiz. Narxini Libojaga solishtirib ko'raveradi. Yetkazib berish qanaqa bo'ladi? Buni qarang akalar. Sifati Xudo xolasa kelishgan narsalar. Joningiz omon bo'lsin. O'zlari kelib o'sha bundan so'ralab ketishyapti. Men o'shani kelmasdan turib arzon narxda qilib beraman. Bitirib beramiz, ha? Yetkazib berishi besplatno ketaveradi. Mana narsa bor, sarig'i. Ana shu qo'pol qilib aytganda mana sarig'ini pulug'a 14 tasini qo'ygan. Mana bularda Xudo xolasa jigar endi narx-navosi qancha ekan? Narx-navosini oshna menga qarang. Haligi videomiz ko'p. Bu quyoshni bordi, videoda qo'yinglar, qorong'ida ko'rinmaydi. Oldi qochdi gap qilib bu qo'yda 38, 39, 4 million deb 100 ming o'tib, 200 ming o'tib bachkana savdo qilmayman. Onasini. Hammasini bir joyga oladigan odam bo'lsa, ozgina aytgan summalarni xayrini qilib beraman. Ob shu summadan. Gap yo'q. Soni 15 ta hammasini bir joyga olsin. O'zlar kutilmagan narxda bo'ldi bu safargi. 3 million 400 ming so'mdan oshna. 3 million 400 dan. 3 million 400 ming so'm. Mashalloh. Qadrli obunachilarimiz, Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan, haqiqatda olib borib, baydan to'g'ri bozorga boring, akalar chiroyli qo'ylarni beraveradigan variantlar qilib mana chiroyli yo'lida qilib berdilar Xudo xolasa. Qo'yni ko'rsatavering, men gapiraveraman. Bitta narsaga oshna o'yerini bo'lib aytaveraman. Bozorga solishsa 200 ming, 300 ming so'mdan foydasini beraveradi. Chunki arzimagan qo'zi ham 4 million sotilyapti. Bo'lmasam, Xudo xolasa 500 ga misolchi Libojada mana shu iminni qo'zilarni yakkalakka 4 million so'mga Libojada oladi. Bizni ham endi hisob kitobimiz bor, lekin misol uchun oz-ozdan qo'yaylik, foyda qilmaydi emas, foyda qiladi. Oz-ozdan qo'yib beraylik, Xudo xolasa. Maqsad biz ham tez sotib, xursand bo'lib, yangi partiyaga harakat qilamiz. Yangilariga harakat qilaveradi. Demak, tushunadi. Mashin toza arashan ekan, mana shu ham sifati bir bo'lakcha narsa ekan mana shu. Quloqlari orqa oldilari kelgan ekan. Dummalari ochiq, Xudo xolasa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Demak, qadrli obunachilarimiz, bundan keyin ma'lumotlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerda Telegram, WhatsApplar bor, aloqaga chiqaverasizlar. 3 million 400 ming so'mdan arzonmi, qimmatmi? Agar 3 million 400 ming so'mdan mashina arzon joyi bo'lsa, men o'zim borib olib kelaveraman. Adresini berasiz, agar qimmatroq qolasizlar. Arzon bo'ldi. Yengil narxda bo'lyapti. Inshaalloh. Qadrli obunachilarimiz, haqiqatda akalar arzon varianti mana sizlarda oldilaringlar akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, mana qo'ylarni qaranglar akalar. Biz keyingi partiyalamizga sekin navbatni bersak ham bo'laveradi akalar.
Mana qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar keyingi partiya qo'ylarimiz ham chiqib keldi. Bular haqidagi ma'lumotlarni ham asta-sekinlik bilan do'stimiz o'zlaridan eshitib olamiz. Soniga nechta ekan bu yerda? Soniga 15 ta. 15 bosh bir pachka. Bitta obunachimiz ham olib qo'yadigan variantlardan xudo xolasa akalar sizlarga chiqasa biz namoyish qilishda davom etyapmiz. Bularni yosh oylikka qanaqaga beramiz? Yosh oylikka 9 oylikka olishadi. 9 oylik atrofida. 8-9 oylik. Yega. Haligilardan bir oy oshiqlik katta, xudo xolasa. Bularni ham yemini beryapmiz. Biz o'zimiz ham iminni, endi qishda sovuq tushib qoldi-yu. Yemini beryapmiz qo'ylarni. Gap yo'q. Yem-ochma sog'liklari yaxshi. Yem-ochmoqlari zo'r, xudo xolasa. Ko'rib turibmiz, birorta yo'tal-po'tal kasal-kusallarni xudo xolasa akalar bunday oqqan soqqanlarni ko'rganimiz yo'q. Akalar ham aloqaga chiqib olsa ishlari ketaveradi. Bularda endi jo'ra bo'y bastlari qanaqa ekan? O'sha ko'rsatib ketamiz. Buni qo'yda qaranglar, akalar oldi ketlari yaxshi. Mana qarang, haqiqatda belida tursin deyishardi, toshkentga yoshdagilar, ashtaga tushaveradi qo'chqor. Bismillahirrohmanirrohim. O'zlari ko'rib 80 mayli minusi ham bor, lekin 90% 80, 81, 82. O'zini ko'rsataver, mashina bizni ko'rishdi. Sizni ko'rishgan, xudo xolasa, joningiz bo'lsin. Telefon qilishadi, narxi o'lchish ishkalar. Yetkazib berishgacha buni. Hammasini bugungi chiqargan sevkalarimizdagi qo'ylarni hammasi Toshkentgacha dastlabkasi bor, yetkazib beramiz. Besplatni bo'ladi. Besplatni bo'ladi. Joningiz omon bo'lsin. Demak, akalar xudo xolasa Toshkentgacha besplatni yetib boradi. Bitta ikkita bolasimi akalar, hammasini olasimi kelishilgan holatda yetkazib olib borib berilaveradi. Akalar telefon qilaverasizlar. Narx-navosi qancha bularda? Boshqa bularning narxi yengil qo'ygan. Yengil bo'ladi. Balandparvoz bular bo'lmas mana. Endi Mana siz shu ham qo'yda olaychi. yengil oshna mana halol gap, o'zlari qo'yi olib yurgan aka-ukalar bo'lsa, realni 4 million so'm, 4 million 100 ming so'm sotilyapti. Oshna hozirgi kecha kunduzda mana shu qo'ylar bo'yi 80, 80 plus, mana shunaqa holatdagilari 4 million 100 yengil sotilyapti. Lekin mana qo'chqorlarni xudo xolasa narxini biz arzon qilib beramiz, maqsad sotish. Oshna hammasini olsin 3 million 800 ming so'm barakasini bersin. Gap Telefon yo'q. qilishadi ozginadan. Общий summadan xayrni qilib beraman. Donalarga bo'lsa 100 ming so'mdan tanlab olishadi, Liboyni qo'liga kirganini. Yoqqanini. Yoqqanini xudo xolasa. Gap yo'q. Qadrli obunachilar. Yengil bo'ladi. Dastlabki xizmatlar Toshkentgacha mutlaqo Bepul. bepul. Joningiz omon bo'lsin. 3 million 800 ming so'mdan aytganimiz bo'lmagan yana ozginadan общий summadan kelishtirib beraman. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, xudo xolasa akalar aloqaga chiqib olasizlar, ishlaring bitaveradi. Demak, qadrli obunachilarimiz biz endi asta-sekinlik bilan keyingi partiyalarga navbatni bersak ham bo'laveradi xudo xolasa. O jo'ra. Arzon bo'lsin dedi. Menga qarang, o'zingiz tepasida turibsiz-da, har kuni qo'yni ko'rib turibsiz. Misol uchun qimmat bo'lsa, birov siz ham talardingiz. Toshlar mana bo'ldi. Zo'r bo'ladi. Maqsadim sotish. Arzonmi? Hammasi bugun arzonmi? Arzon chiqsin. Arzon qo'yib berib olsin 37 dan. Joningiz omon bo'lsin. Gap yo'q. 3 million 700 ming so'mdan dastavkasi ham akalar ichida ekan. Akalar haqiqatan arzon bo'lyapti. Ulgurib qolamiz, shoshilib qolamiz. Mana shunaqa qo'chqorlarda legendalarni olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz aloqaga chiqib olasizlar. Demak, endi keyingi partiyamizga Gapimni noto'g'ri tushunib qolish emas. Aka-ukalar ko'rishayotganlar. Haqiqatan bo'ladigan narxni qilib, misol uchun solishtirib olishaveradi. Chunki yerda narx bunaqa emas. 4 million 200 ming so'm, 4,5 mingcha misol ko'ryapsiz ko'zingiz bilan. 3 million 700 ming so'mdan bir haftadagi sotadigan bo'lsam o'zim bo'laman. Joningiz omon. Demak, tushunarli. Xudo xolasa akalar 3 million 700 ming so'mdan telefon qilaverasizlar, keyingi partiyalarga navbatda beraveramiz. Demak, mana qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar keyingi partiyamizdan xudo xolasa mana sizlarga namoyish qilishda biz davom etaveramiz. Akalar, keyingi partiyamizga ama keyingi partiya undan oldingi partiyamizdan ancha polvonroq variantlaridan xudo xolasa ayiq polvon sortlaridan chiqib ketdi. Ularda ham ma'lumotlarni asta-sekinlik bilan do'stimiz o'zlaridan eshitib olaveramiz. Bular ama haqiqatda narigi partiyadan sal yirikroq ekan. Yirik oshna. Yirik. Soniga nechta? Polvon yirik, soni 17 bosh. 17 bosh, bularda hammasi qo'chqor. Jallobot bor. Gap yo'q. Kichma sog'liqlari yo'q-a bularda? Kichma sog'liqlari. Kichma sog'liqlari yo'q. Xudo xolasa bularni bo'y bastini nechaga beramiz? Bo'y bastini olishaveradi, 80 ga olishaveradi. 80 ga ketaveradi bular. Bundan oldinga chiqib qo'ygan variantimizda Hop. bular polvonroq, bo'y basti bir xil, badani semizroq. Joningiz omon. Haqiqatda badani semiz ekan. Farqi yo'q. Lekin narxini chiroyli qilib bularni ham kelishtirib berasiz. Joningiz omon. Bularda endi dastavka xizmatini qayerga qilib berasiz, o'sha? Besplatni yetib boradi, ha? Toshkentgacha degan, Toshkentgacha pul kelishib turadi. Toshkentgacha. Chunki haligi
Samarqandga ham yaxshi roliklar olishadi-da. Qo'paqib berganda unisini ustiga qo'yib berganim yo'q. Asosan Vodiyga, Toshkentga sotyapman, o'shani hisobiga aytyapman. Toshkent Vodiyga chaqib, narxini yana ham tushirib berishga Bundan yog'iga ham qilib beraveramiz. Oshna qo'ydi bitta yuruvini aqaq, qaytuvini bitta ko'rsatasiz. Qo'ydi olib ketamiz. Qo'ydi narxi 3 million 800 ming. Joningiz barakasini bersin. 3 million 800 ming so'mdan qadrli obunachilarimiz xonadoningizgacha yetkazib borib beriladi. Kashtanlaridan, qora baxmanlaridan zo'rini olaman degan kukalarimiz telefon qilsalaring bo'ldi, xudo xolasa ishlaring bitaveradigan joyidan promosiyalarga namoyish qilyapti. Gazi uzun ekan. Xudo xolasa akalar telefon qilaverasizlar, ishlaring bitaveradi demak. Qo'ylarimiz chars, yemoqchimiz sog'lik, salomatliklari yaxshi. Bularga ham xudo xolasa bitta urug'liqqa borish. garantiya sinovlari beriladi. Mana qarang. Mana shu qo'zini, oshna. Bemalol mana. Urug'qa tarbiyalab olish bo'ladi. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa gazi uzun variantlari zo'rlari. Akalar telefon qilaversa, biz keyingi partiyamiz, so'nggi partiyamizga navbatda beraveramiz. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar keyingi partiya qo'ylarimiz ham chiqib kelib oldi. Bular haqidagi ma'lumotlarni ham asta-sekinlik bilan do'stimiz do'stlardan eshitib olaveramiz. Soniga xudo xolasa bu yerda nechta chiqib keldi, jo'ra? 15 ta. 15 bosh. Hammasi qo'chqor variantlari. Yemoq-ichmoq sog'liklari xudo xolasa joyida. Xudo xolasa zo'r osh. Inshaalloh. Xudo xolasa garantiyasi bor. Garantiya sinovlari ham mavjud. Oldi-ketla bashirlarni qarang akalar. Xudo xolasa normalni qo'chqorlikka o'tib qolgan. Ularda jo'ra endi sog'lik salomatliklariga garantiya sinovlarini berasiz. Bo'y bastlarni nechiga beramiz? Bo'yicha sindirib beraman narxini. Sinadimi bugun? Narx sinadi. Hali oldi qochdi baland parvozga yetib kerak yo'q. O'sha Qani? mana qo'l. Xudo xolasa Libojeda narxiga yuzimiz yoriq. Hammasini bir joyda olishsin. 3 million 700 ming so'mdan Alloh Joningiz omon. Bu ham 3 million 700 ming so'mdan. berilyapti. Tarix Ey gap yo'q. Xudo xolasa 700 ming so'mdan nazar qilsin. Toshkentgachami dastavkasi? Toshkentgacha ketdi. Ey gap yo'q. Toshkentga Toshkentgacha olishadi 38 dan Optimga 3 million 700 ming so'mdan ozgina xayrliga beraman. Hammasi bir joyga. Ey gap yo'q. Qadrli obunachilarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Akalarim ishlaring bitadigan variantlari. Mabodo to'la yoritilmasa, video syomka qilib, yoritib sizlarga namoyish qilib berilaveradi xudo xolasa. Demak, qadrli obunachilarimiz, video syomkalarimizni mana shu joyda biz sekin asta yakunlasak ham bo'laveradi. Akalar, bugungi video syomkamizda bittadan like bo'lsa, akalar qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimizni xonadonlarida mana shunaqa qo'ylar bo'lsin. Hop. Shuni qo'yib berib ketamiz. Urug' bor. Urug' bor, bitta urug'qa qo'shganimiz. Ey joningiz omon. Qadrli obunachilar, xudo xolasa sizlarga o'sha va'da qilingan urug' bob bir dona oba quloqlarga akalar e'tibor beringlar. Xudo xolasa badani ham niq holatda ekan, jo'ra. Badani ham pachka oshna. Buni yoshlari qanaqa o'zi? Vobchi tikka. Yosh oilaga endi yoshroq oshna. Bo'y basi o'sha 75 pili 80 ga o'ynaveradi. Ey. Yosh oilaga ham oshna 7-8 oylik. 7-8 oylik. Yoshiga nisbatan yirik. Yirik, ancha yirik. Xudo xolasa Qanday qilib olsa, bo'y bastlari ham qanaqa bo'lardi-ki, jo'ra? yaxshi xudo xolasa. Badanini ko'ring, badani ham. Badani вообще niq ekan. Yarigi sheriklar Yemini yeb turgan variantiga o'xshaydi akalar. Xudo xolasa bularda olinglar, zo'r urbopidan deb bejizga aytilmadi. Mana oppoq bo'lsa ham akalar simjun variantda mana shu yerdan chiqib kelyapti. Oldiga etilari mana basharalari ham qarang akalar. Iligi baquvvat holatda turibdi. Bularda endi jo'ram narx-navosini ham kelishtirib yo'lda qilib 5 beramiz. millionga beraman. Buni oldi qo'yib yetib kerak yo'q. Bitta o'zini 5 million. $500, 600-700 emas. Ha. O'zi 5 million so'mga ketadi. Qaygacha yetkazib berasiz bittani? Toshkentgacha boradi bu ham. Ey gap. Ko'rsating, Toshkentlar juda sevadi bu ko'chani. Ye ishqivozi akalar, xudo xolasa 5 million aloqaga so'm chiqaverasizlar. Mana, akalar 5 million so'mga xonadoningizgacha Bola yetkazib haydab, beradilar. turib qo'ydi shu. Qadrli obunachilarimiz, endi keyingi mana shu sheriklari bor, bularda. Ha, mana shu. Mana. Bularda yetkazib berib Bitta turadi. ko'rsatib qo'yasiz. Mana. Quloq ko'ring. Mashalloh. Mana quloqlari qarang, akalar basharalari ham. Bir yarim qarib chiqmasa kelishaveradi. Ey gap yo'q. Bu orqadagisini ham qulog'ini ko'rib turibsizlar akalar. Jag'idan pastga. Gap yo'q. Ozgina tarbiyalab qoladi qo'shna buni. Mashalloh. Xudo xolasa tarbiyasini qilinglar akalar. Boqqan odamni chiroyli qilib, baraka qilib keltiradigan variantda qilib, yo'lida qilib berilaveradi akalar. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Bularning narxini hech bir qo'yib berasiz, jo'ra. Qo'shna jaydarasi ham buni 4 million sotilyapti. Ha. Lekin buni narxini yo'lida qilib beramiz, o'shani. Qancha qilib berasiz yo'lida? Qancha qaytaraylik, mana bunisini ham ko'rsatib. Mana bunisini ham ko'rasiz. Oldini to's, oldini Oq to's. bulutlarni Bo'ldi, qaranglar. sekin qo'qdimi. Mashalloh. Qarang. Mana buni qaranglar. Necha pul qilib beramiz bularni? Oshna mana 3 dona. 4 milliondan 100 mingdan kam berishsin. 3 million 3 million 900 ming so'mdan jaydari pulida getirib. Kirgizib beradi. 3 million 900 ming so'mga yetib boradi. Demak, akalar endi yakunlasak ham bo'laveradi. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz.